Oho, balalar kaptı. Merhaba ballarım, tamam pişti. Orasılap seherden Emmimizni oygattı Emmimizni oygattı Dadam apam mihriban Bek moyası micazi Bek moyası micazi Biz Baxtiyor aile. Balalarning opsi qaymoq chayga bak usta, hammadan bak o'xshaydi. Albatta o'xshaydi. Balalarning g'amichi go'yachilar bag'vatdek hammamizga yaraydi. Albatta yaraydi. Biz Shadiman aile Dadam o'zi tog'dek ochiq yaman Opam tut amma mehriban Dadam opam yo'q chog'da uyni qilamiz rasa iman Hey, mush kapsiz balalarınıza. Oma kızım Şadiye, kapsiz oğlum İlgarcan. Soğuşupla yürüydü, yetişalmay her günü, yetişalmay her günü. Arslanı qilishmoq, ishtirib yuriydi. Aman akıl topludu, çoğ buladı bir günü, çoğ buladı bir günü. Aman akıl topludu, çoğ buladı bir günü, çoğ buladı bir günü. Biz Baxtiyor aile. Fukam, ma atrofda banki bormi? Bor mana. Ne bo'ldi? Va 50 ish ko'pasma deb 520 ko'pasi ketib qoldi. Yanchog'ingizda pul va karta bormi? Bor. To'xtab turing aka. Ikkimizning o'xshashlar Alravan karta surtish mashinasi ekan. Menikida qaytirib beray. Ishonch turkami? Ishonchak aka. Elravan kart sürtüş maşinesi. Sekran güzelliginizge, ahlak faziletinizge mas keldi. O sizge işenç ve izzet bilip geldi. Sekran muhabbet, vafa hem muvaffakiyetge hemarat. Sekran kiyimleri faziletlik, güzel hanım kızlarımız üçün. Sekran kiyimleri. Erip charchiganda, chanqiganda, tamoqdan keyin ko'ngil taqar, obida soda suyini tortib, haqiqiy o'zingizga tava bo'lgan jushqunlikni obida soda suyidan teping. Shirin tamlik, yuraklarni yashatquchi obida soda suyi. Jonning huzuri. Jushqunlik quvvatdan keladi. Jushqunlik yoshlikdan keladi. Jushqunlik erkandan keladi. Men o'zim ishinaman. Erkonga ham shundoq. Hacı, nim bolla? Ma hava sel tutulup kalsıla, bel putlarım ağırıp muşundak oturup kalın. Bunda oturuversizlar, asarat elini kalırlar. Ma o'xshash bir amal qilmamlar. Amal tapma. Hasredisine. Sunda Kuşağı körpüsü bir yürüyeceğimiz destur ketdi. Kucha Yanardağ Shortuz körpüsü Milli Tibobat dorilar bilan shifoliq shortuz yug'urilib ishlangan bo'lib, uningdan chiqqan shifoliq harorat, revmatizm, bel put og'riqi, bo'g'im yallig'i, umumiy badan sovib ketishga alohida shifo qiladi. Assalomu alaykum. Mishqosida. Yuz topib o'tdim.
Ben günde vermem o ha. Ama çoğla küçükler aldı salam kılıbı. Depe? Assalam. Ve aleyküm assalam. Manda edep kaydını tukasan olmayıcı mı bulan? Köyge kirgende, çıkkanda, sırtı çoğlarını görgende salam kılını dep. Ne çıkıttım dedim ben sizlerge? Xabar o'qitqanmiz. Ha, xabar o'qiyotgan. Bilan o'qib beraymi? Shinhua agentlik xabari. To'liqsiz 2-yillik o'quvchisi Arslan Muzaffar choraklik imtihonning yiqilish qog'iniga pisandmi qilmay, sirtda o'ynab, topshiriqlarni vaqtida ishlamay, o'rganishga qiziqmay, bu mavsumlik imtihonida 0 ilishga, shundaqla sinfdan qilib qilishga zo'r kuch bilan tirishmoqda. Bu xabar toza ishonchli emasmi bu? Ishonchli emasmi? Unda sen ishonchli xabardan bir tepra o'qib qo'yganingga. Ishonchli xabarni anglab qo'y. Xalq giz xabari. Balangizdan o'shiqcha g'am yemang. Topshiriq bilan kitobdan. Balangizmi o'tay imtihondan? Ha. Atay, o'g'il. Öz muxbirimiz Arslan Muzaffar naq maydondan xabar. Alamet xabar kim o? Nobel mükafatı erişte xabar kim o? Öz muxbirimiz imtihandan o'taylarmiz hadi. Oy, o'tdi. Chiqib 60 dan yuqori olsam bo'ldi-ku. Axir o'qiyman. To'g'ri. Babalık 60 numara vazifega oynab qoldim, nima? Ata ya o'g'in deb ketgan. Hey, televizyon o'chira, hisob ko'ramadim men. Kompüter işaretga televizyon o'chirpasmi? Bam. Bo'psay. To'y yasamliq qilmag'ina. Oppam seni yotoq uyan kirib topshiriqlar desmi? Baribir deb etib uxlaysan. Bilmem nimasini. Bilmamoqni. Sen imtihon tayyorlik bo'lgan o'xshamasa? Nacho bir imtihon ekan-ku. Menda 95 dan chiqib baqqan. Ma, televizyon o'chirib topshiriq qilishdi. Aka, menga gap sanqib baqqan yarashmaydi. Nima yarashmaydi-ku? Men vaqo san tarbiya qilib, aqlliq majburiyatdan ado qilyapman. Nimkisa? Bo'ldiqlar aka. Oppam uyda yo'q. Uyda yo'qmi? Yo'q bo'lmay. Hey. Man köyücü kitap görsem olmamdı. Çüre aptani. Öğreniştigen vaqo, sende kitap qaltısı qısılıb oldu. Kim kitap qaltısga? Şıqılıb senin. Sınıp bandımı hemmeden orunu sen. Öydüm hemmeden gep almaydığını sen. Gep almaydığın yağış kulak. Ekiler tanışırık seni. Demek, Bugün işin qıla. Ne geldi?
Ha. Ey to'xtani. Nereden geldin hozir? Maktabdan. Maktabdan mı shunday yurdingmi jinim bolam? O shu tantirbiyasdi. Of, ana, achapani ishe. Ishe. Ala, ma bo'yningdagini ala. Vay arslan, jinim arslan. Bu shunday yo'lda men keldimmi bolam? Ko'rgan haq nimam deb qolgandi va Muzaffar bilan Saniyaning o'g'li nim bo'lib olgandi deb qolganmidi jinim bolam. Mani bir itib, miyamlaringni o'ngshab, chapan deganni chiroyli kiyib, somka deganni o'quvchidek esib kelmamsa deyman maktabdan. Mana bir chiroyli tudigo, mana bir obdan tudigo. Ya Allah, ya Allah. Endi bir o'quvchiga o'xshadim. Güzel o'quvchi bo'lma. İmtihonga necha kun qoldi? Shu 3 kun qoldi. Mana bu esingda o'sin bor ekan, ha? Men qatimqi imtihonda tantarbiyadan boshqa fanlarda bir 90 dan yuqori olapsan ya? Olamı. Da idadani oldin meni gapga qo'yma, ha? Ma, olaman chapani. Chiroyli asa kiyim shkafga. Kiyimlarini almashtirib, qulog'ini pokiz yuvib, tamoq yeydigan tayyorlik qil. Ama. Vay can! Kitap kalktı, konuşturmuşsun mu ne? Uy! Kim kitap kalktı? Şu Şadiye açam degandim. Nima? Oy, ya. Shadiye achan kitap kalktısmi? Oy, yok. Kitap kalktı emas. Ne kalktı? Şu Edebiyatni imtihonga. Edebiyatni takrar qotamsan, muzikani takrar qotamsan bolam. Mening bolam hajat aqlliqni qo'lqa tanshog'ini tiqib, muzika deganni bo'lishiga quyib, mushunday takrar qilib yedim apsa 60-70 nomerni sen, ha? Qara jinim bolam. Sen dut emas, shunda aqlli, o'zing bir chiroyli bola. Ozroq tirishib qo'ysang bo'lmamda. Shadiye acani kitap qoldi degidek bo'ldingmi? Shadiye acani mutlaq puchuqini bir o'ginib qo'yasan. Shu sizlar meni yaxshi nomer ol demoqchi-ku. Ha, shunda deymiz, yaxshi o'qisin, a'lochi bo'lsin, kelgusida bir iqtidorli odam bo'lsin deymiz. Ilg'or fikrim qarqina. Senden neçesi küçük aşo, Ayşe'cin şundan yaxşı okuyadı, şundan tırışcan. Şu sizlar meni dut demoqchi-mi? Sen dut emas, aqlli balam tırışıp qo'y. Dadani oldida men ozroq yuz bergin jinim bolam. Men bak qisildi ekanman. Gap qilaversam qisilib qoldim menmi? Bilimma dadang og'zingdan chiqqanini qilib beryotdi-ku sana. Ha. Sal ma uydagi boshqa munosabatni sen taz obdan bilsa, hammamizning ko'ngliga ayon-ku jinim bolam. Menim ozroq oyoq qo'y, obdan bolam, oppoq bolam, men xo'sh bo'lay. Edebi eserler ifadeleş usulü ve rolü qarab iki çoğum türü bölündü. Şu iki çoğum türü bölündü. Ne şu? Şu? Mana. Bölündü. Oddiy bir narsani bilmasang, ma'lumlarning nimda qilayotganda buni apis adabiyot o'qituvchisi, achaning nomi butun yerda bor, maktabning a'lochisi yaxshi o'qiydi deb. Achishni o'rgatmamdiganda, apisimi qaramamdiganda, dadi shunda danglik yozg'ishtirib kari yo'qmidi deb qolmamdi. Unda qilmagan jinim bolam. Şu neticesi yuqori ko'tarilarmiki? Bir narsa olsun artıq o'rganayimki deb kurs qapirib bersam, uningdan qusur chiqadi, dadangni oldida meni mat qilib.
Ben hoş olay canım balam, ötüney. Bilmesen Şadiye canına kışık kırıp sorsan, hani şunu tepsiyle esnayını çöndürüp koyduk açam. Dadağından sonra yazgıcı olgan kimse edebiyattaki adli nesini bilmesen. Yedim apis 60 numaranı canım balam. Ben bir hoş olay tırışıktan. Bulam da Arslan. Apağınım ayıp koy canım balam. Bulam da apaq balam. Şu kompüter degendim o. Hep. Uy. Manda olsun. Tanışığı çoğunan telefonunu ben bugünden başlap musadır kıldım. Ya bo'ldi. Bo'ldi artık yakınma. Maqitibki netijangi qarab, ifadangi qarab, anadaki qaytirib beray. Bulamda, ha? Shunda bo'ldi artık yakınma. Ha, men kitobni yaxshi o'qib, tayyorlikni yaxshi qil jinim balam, oppoq balam, erkak balam, tirishqin, ha? Ma'qulmi? Ha. Ma'qul shunda bo'lsin. Tayyorlikni qilamiz. Uycha. Ha? Karabalam, ağaç oturamızlar. Elan. Ney oturup gitsinler balam. Sizin sakla. Ha? Elan balam. Hey, azrak koy. Elan. Şadiye çayını koyup yıkamak size kızım. Çoğuğana koyup durdu. Şu. Bana kaçan çoğular gittim. Siz kıyırgandı. Elanlar. Ilgar okşaptı mı? Hala oğlum. Yarası. Sağ yaragan bolsa. Ben yakında Kaşgar'a türmüş yürüyüş için 3 günlük şudan da kıp durma. İdarıdan şunu ufuturup dikerez. Acaba yaxşı optu. Boptu. Berip etip kalın köresket. Apam dadamni yo'qilg'ach kelasiz. 3 gün turda aşkı bir külemi. Benim apırına ben bir. Aminimi. Ben barmam ala. Dadam ne var içi oldu. Ben Buray. Yamanla bağımlı bağma? Asma da kıldı. Boketim ço. Kasığının netiz şukur olsa şunu aparay. Eslava çıkardım. Mana, ondan oldu mu? Ma oldu. Ma oldu. Senin bağın yok mu acep? Cim kettin ko. Mening qo'tuz bog'im bor dedi da. Lekin sen baramaydigan yeri var. Yo, tirishidi bu qayta menga va'da. Hamma fandan 80 dan yuqori numar oldi mening o'g'lim, ha? Mana. Anda yer o'qasa. Ay bilan da birmi? Dada. Ha? Boş senin bilen mangsı. Sen beni üstüme bakıp koyarsan? Tirişe Arslan. Ben körümüz bu qayta kim bardı? Hay ilgar yaman chiqdi mu? Ya Arslan tırışıp kalganda kıldı. Ha? Putunuz muzlusa, pochaq siyqirab tolsa, ot yig'i bozug'i qalampir qo'shib ishlangan tut ya ot yig'i, put paqalchaq issiqliq meyi badandagi o'l so'g'oq yalni haydaydi. Oz surkan, ozroq surkan. Jiqroq sursa. O't ketida. Tutiya. Sığınar bulsun bizge yar. Kut yar, sizge bana yar bulsun elge yar. Kut yar yürüyüşlük sular soları. Kichigingdan futbol o'ynashni yaxshi ko'rsan o'g'lim. Lekin kiyimlaringni har vaqt mehnat qilib etsan. Kiyimingni yana mehnat qilsan-da o'g'lim. O'zab yudib, faxrin ishlatmabsan-da. Xo'sh balam, yaxshi o'qig'in. Haras, bir narsani unutib qolmagansan-a? Yo'q, opa, unutmadim. Buni unutib qolmadim, opa. Faxri sopon parashugi. Kut yar, hamma sığınar bulsun bizge yar. Kut yar, sizge bana yar bulsun elge
Hudyar yürüyüşlük sudan soları. Çorpalar bilan rasm tushish intayin ko'ngillik bir ish. Hada, qanday qilib chashdingiz? Atir emas, bu degan mehri. Diqqat ha. Mehri? Mehri bilan shodlanar odam, mehri bilan faxrlanar qadam. Hamma bo'lib barcha hammaga mehrlarga to'sin olam. Mehr olaydi sulton parashuga har bir oilaga mehr ato qilg'usi. Voy, ma qalayım qanchiliqni. Ama hujrani bir retlab qo'ysam olmamdi. Sen bir kavasın sıddızlık bu ya. Men sinov moliyamdan o'zing retla. Afkon imtihonga yiqilishib qoldi. Bunday yotqichi imtihon tayyorlab qo'ysam olmamdi. Ben şu mustaqillik qo'yayotgan. Ha, sen turishmaymi deb bir ishkin xiyol sursadingna. Men tek bilmaydigan yerlarni tushuntirib qo'yim kerak ekanman. Voy, bular kirib qo'yganmi xuldim. Voy, yapma. Ben şu olsun intihar sana. Ben şu dadam bilan aşkıra verip oynayıp kelgin batdi. Şoňa qarşı kız bir hamkorlasak bolamdy. Hamkorlasak? Sençe buruq natijan turaversan, kechki biz ilg'ornimi gap kirgizsak. Ocho. Sen kallani muştaşlığa qilishiltamsan. Ha, bo'pti, men alg'i ilgirlimidimmi deyli? Ilg'ornimi gapga kirgizdik deyli. O'zining ilgirlayolishingga ishonching bormi yo'q? Manqara jinim fukam. Sen undaq bizni tirishmanglar demay, o'zingmi tirishib qo'y. Bilmaydigan yerlaring bo'lsa mendan so'ra, mana men deb berma. Sen qara tirishadigan ish bo'lsa, bo'ldi, Qashqarga borgan fursatni men senga o'tinib berdim. Rosma? Ha. Ishqa mening tirishim Qashqarga berish uchun bo'lmagan ekan. Men baribir o'rgansam o'zim uchun o'rganaman. Boshqa paylarni 90 yuqori olmasam. Ha, mana endi to'g'ri oldi. Unda xo'si boshlamdi. Boshlaylik. To'xtab tur kitobni bo'lar. Ha, bo'lar. Aka, senin Qashqarga bundan amroqligini burun faqat bilmabman majmu. Hojim uxliqni. Uxlamadim shu. Ot chiroqni o'chirdi. Beshonog'i uyqancha tiqib uxlasang, uxlaysan. Cho'qim meni burunqidek bo'ldi. Uxliqni. Saniye. Hadi tok çatkanma televizyonda çıkmaydı ama. Ama bataryası az kaldı. Ki ya. Ben geldim. Kilo otamdı ki kendinde. Oy, bir kendin etmek yakışık var. Kandara. Kandara? Aşkım senden udara. Oy başkıçılığı bugün bu. Bundayım ha. Bugün bir hoş haber var. Yanım şum haber. Kalaysak. Deydi kanser olan. Şum haber da anlat bakmayma. Oy yak bir hoş haber diyorsun. Ha baktım. Bunun ağzından bir hoş haber çıkıp baksın. Bugün ayarları bırakın basın yol koyup koyayım. Ha hoş haber anlat dedi. Ben var. Tamam. Bir tane de 96. Eder güzel. Şu. Yok. Edebiyatta. Edebiyatta? He. 96? He. Ne dedi ablam ne mi de? Edebiyat 96 yaptım he. Toğuda mı 96 aldım değil ha? Sen 96 aldın mı? He 96. Kırset göç. Takatmadı. Bey,
Bu ko'rsatkichni sen taqat bilsa 96 tag'ini qanday bilding? Shu deyman. Molim meni ishxonasi chaqirtib deb berdi. Hech kimga deb bermaysan, sen qulqinga deb turdi-da 96 tag'ingda. Hey, ma'lumot xato ko'rmaganda 96 da dumörib. Yo'q, dumörsin 96 rasa u. Muzaffar, demsim yaqinimiz Arslan alayda tirishdi deyman. Voy jinim bolam. Sen 96 oldim deysin ha? Bu ko'chamgansa? Voy, yo'q-da, ko'chamidi. Dina, bu 96 zat qanday olding bular? Shu molim misol mendan 4 qadam so'rdi. Men o'zim 40 qadam so'g'im keladi-da. Dedim oğlum Muzaffar bu aqlliqda tirishsiniz hadi. Azroq tirishib qo'ysam net vaqtimizni olmaysiz jinim bolam mana. Hey. İntam ko'chamagansa? Yo'q, ko'chamdim dedim o'g'lida. Biraz. Ras ko'chamdingmi? Voy, ras. 96 tag'imga yaxshi o'tdi, lekin to'g'ri ishongim kelmaydi sana. Kiyaqdini atbiram. Voy aql. Tirishpaydi so'lamga. Assalomu alaykum. Ha, Amin olimma. Ha, yaxshi, o'zingiz yaxshimizmi? Yaxshi, umi yaxshi. Ha, keldi, keldi. Biz hamimiz o'tib bor. Hozirmi? Ha, kelasiz, ma'qul. Biz bak. Bo'ldi, ma'qul. Ma'lum olimki, Amin olim sizlar o'tib bormi deydi. 96'nın neticesi chiqamda nima hozir Arslan? Balam 96'ni o'zingiz yolg'iz olganmi? Sabab qilib tiriklish bo'lganmi? Davramsida. Mana 96 tag'ini deyman. Bir bo'pti Muzaffar. Bu kichikdan shunda aqlliqdi. Qo'pay bo'lama, kiyimlaringni yishib, yuz qo'llaring pak yuzib tayyorlama. Tamoq tayyorldi. 96'ni rasmiy ko'chamaga saqindimi? Shundaymi, Muzaffar? Lekin ma'lum kelaman deydi bu nima bo'lib ketdi? Maqtig'ini kelammi yo buni shu Amina adabiyot ma'lum emasmi? Shu xabarni olmoqchiman, o nim deydigan bo'ldi. Bo'ldi. Mana. Voy Amina. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qani ikra. Arslan, ma'lumot katta o'g'lim. Voy. Qanaqa qilamiz? Yaxshi modda. Yaxshimi? Qo'ldan turdingmi? Oy, satolda bugun voyya uzoq bo'ldi sizning qishingiz bir o'tapmish o'g'limning ahvoli uqman deb bizning maktabdoshlarim aldirashib ketdi-da. O'xshaysiz. Qani o'tavashtira? Bir tamoq tayyorlaqmi? Yo'q, ololmoqchiman. Men oldirayman. Sizning kelishingizmi oson emas? Yo'q, rost aldirab kelishim. Uning ustiga bu bolalarning uchun jabosini sizlarga tashlab qo'ydik. Bizlar aldirash olgan deganda ko'ngilni tutamayotganimiz shu bo'lmasa. Qani o'qish qanday hozir? Yaxshi. Hozir bektirishyapti. Avarumdur. Sizlarni javob berib. Yo'q. Sizlar qanday ishlarni aldirashmi? Voy. Yaqinnoz ifodasi qandayroq ekan? Yaqinnoz tirishyapti, ha? Ha, Arslan. Çaylar. Rahmet. Voy, o'xshashdi bu. Shamsa o'g'lim. Bugun kelishim Arslanning kiyinishi adabiyot imtihon natijasi haqida sizlar bilan bir ko'rishay deb kelishim. Arslan muvaqqatim adabiyot imtihonida 96 oldi. Sinf bo'yicha birinchi bo'ldi. Ham bu natijadan yolg'iz men emas, mana shu savoldoshlardan tortib hammasi bek hayron qoldi. Mola, men imtihonni mustaqil oldim qarang. Mening 96 tag'im ishonmaysiz. Aslan. Ha? Siz Arslanni ko'chada demoqchimi? Endi shu raskatni qilsam shundoq deb o'ylayapman. Shuni sizlar bilan ko'rishay deb keldim. Endi Arslanning natijasi izchil toza ko'ngildagidek emasdi. Tuyuqsiz bunday yuqori numara odam sal hayron qoldi ekan. Endi uning natijasining favqulodda yuqori chiqayotganini qarablam, uni ko'chiribdi desangiz, mening sal asossiz bo'lib qolarmi? Shundaymi? Asosimi yo'q emas.
İmtihandan keyin biz partlarni ratladik. Ratlasak mana Arslanning partisinin ichidan mush qog'ozlar chiqdi. İmtihanninki savolning javoblari ekan. Agar mush qog'ozlar chiqmagan bo'lsa, men bu Arslanning 96 nomerini mustaqil olganligiga rost ishondim. O'yinchilar darajasi taslim savol emasmi bolam bu? Shu asamga to'sib olganmi? Savolga tas emas bolam, lekin biz cho'qim mustaqil berishimiz kerak-da. Biz mustaqil berishni talab qilamiz. O'ymaras ko'chamidi. Maktabdagi vaqtda mujiq paranglashdim. Buni shundoq e'tirof qilmay turib oldi. Oxir oylik kelishga majbur bo'ldim shu. Maqara. Bu epkirga adam epchi kessam olmam bu. Yo'q, mening demoqchi o'g'lim, sening buni epkirgining xato. Epchi ketmagining xato. O'g'lim, bir ras gap qilib baqa. Ras ko'chadingmi, ko'chamidingmi? Men ismi ras gap qilayman. Qila. Ha. Buni men ko'chirma deb akirganim ras. Lekin shu kitobdan bu qog'oz ko'chirish orlig'ida hammasi esimda qolibdi. Shunga o'zim mustaqil berdim bu imtihonni. Mana Muzaffar apandim, Saniya xonim, Arslan o'zining imtihoniga ko'chirishga tayyorlik qilib kirganda e'tirof qildi mana. Mushuning o'zi xato jinim bolam. Biz imtihonni cho'qim mustaqil berishimiz kerak. Oldi bilan biz samimiy bo'lishimiz kerak, shundaqku? Menimcha unda qilsak sizga sal avachlik qilib qo'yamiz. Undaq. Mush savolning o'zini mush naq maydonda bir ishlatib boqamsiz. Shu chaqda eqimikiyan qizli xo'roz deb mana men deb arildi. Astag'firullah. Mayli, maqul. İşte buldum. 10 minut balda topşırdın-ku. Tekşirgense? Unutqapti. Balam, astoydilroq bo'lsang-chi. Neçe? 97. Nima? 97? Faqat shengim kelmayotdi-da. Voy, İşinin. Ha, amsa ben qaytaymikin? voy, yo'q. Bak yapma bu motora geçtik. Kaçtık olap mı tamam kılalım? Hemen tayoq qo'ygan. Voy bu qurtni chiqasizmi ben? Yana kelaman, rahmat. Allah bu. Haris dada. İmtihan natijamiz mana chiqib qoldi. Qashqarga kimning siz bilan bilib bormoqni taqdim o'zim. Ha, meni aqlan natijam bo'lsa, yapma fikr, akam bo'lsa, hech to'qqiz. Kimning natijasida ilgirlash zo'r bo'lishini apirimiz deyishgan, ha? Ben hazır kimning men bilan Qashqarga bilib borganligini tantanilik jaqalayman. 5, 4, 3, 2, 1. İlan başlandı. Da. İlan toksaydı. Disile. O bosu mu? Arslan!